Demak, qo'limizda turgan kitobning nomi Al-Ihtifalu bi ra'si sanati baynal lahvi wal va'id deb turib, yangi yilni nishonlash haqidagi kitob deb yozgan. Yangi yilni nishonlash haqida. Yangi yilni nishonlashlik o'yin kulgidan iborat. Va yana shu bilan birga bu kofirlarda bayramini qilishlikda insonga va'id bor. Va'id degani Qur'on va sunnatda tahdid, qo'rqitishlik bilan kelgan oyatlar. Jahannamiy bo'ladi, unday bo'ladi, bunday bo'ladi deb turib, qo'rqitishlik bilan kelgan oyatlar. Yo o'yin kulgi yoki bo'lmasa mana shunday va'id orasidagi yangi yil haqida gapiramiz mana. Demak, yangi yilni nishonlayotgan odamlar quruq o'yin kulgi bilan shug'ullanib yurgan odam qalbi qatib qoladi. Mana shu haqida gapiramiz. Va yana shu bilan birga mana shunday o'yin kulgida yurgan odamlarga qattiq va'id kelib qolishidan, qattiq bir azob kelib qolishidan qo'rqsin. Mana shu haqida gapiramiz. Endi ba'zi bir odamlarga mana yuqorida aytganimizdek, hali o'zini fikrini bildiryapti-da, bu palonchi ham o'zini fikrini bildiryapti-yu, palonchi domla, u joiz deyapti-yu, nimaga bular endi joiz emaydi? Va o'zi bular shunaqa qattiq olaveradi-da, shariatni ham qattiq qilib o'rganda, dinni ham qattiq qilib o'rganda, shunga o'xshagan gaplar bilan chiqadi. Ana shunaqa odamlarga biz aytamizki, ey birodar, siz agar hidoyat izlayotgan odam bo'lsangiz, sizga oxirat kerak bo'ladigan bo'lsa, siz hamma o'zini fikrini aytayapti-da emas, balki haqni izlaydigan odam bo'ling. Hamma o'zini fikrini aytadi-da, hamma unday qiladi, bunday qiladi. Bunaqa narsa bilan sizni oxiratingiz obod bo'lib qolmaydi. U palonchi domlangiz o'zini fikrini aytayotgan bo'lsa, sizni oxiratingiz obod qilib qo'yadimi? Hamma o'zini oxiratini obod qilish kerakmi? Qad aflaha man zakkaha va qad khaba man dassaha. O'zini poklagan kishi najot topdi, deyapti Alloh taolo. Siz o'zingizni agar poklaydigan bo'lsangiz, najot topasiz. Agar ana shu fikrini aytib yurgan palonchi domlalaringizga ergashib yuradigan bo'lsangiz, halok bo'lasiz. Nima deyapti u domlalaringiz mana chiqib? Aytayapti mana saroy mullalarning gapiga quloq soladigan bo'lsak, ularda aytayotgan gapi, bu yangi yil diniy bayram emas bu. Buni nishonlasa bo'laveradi. Hech qanaqa kofirlarga o'zini o'xshatishlik bo'lmaydi, deb turib shunga o'xshagan bir savollarni ko'tarib chiqyapti. Biz xossatan mana shu aytgan gapiga o'tgan yili ham bir savol qilib kelib qo'ygan vaqtda uni javobini berganmiz. Xuddi mana shu aytgan gapiga savoliga javob berganmiz. Rasululloh albatta dinni qasd qilish shart deb aytganmi yoki o'zi shunday ham ularga o'xshashdan bizni qaytarganmi? Mana shu mavzuga alohida bu savolga javob berilgan. Mana shu yangi yil mavzusiga tegishli qilib turib. Endi hozirgi darsimiz yana ham bir umumiyroq va hamda manfaatliroq bo'lishi uchun va yana quruq bitta ikkita dalil zikr qilmasdan, balki ko'proq bir dalil zikr qilib turib, ko'proq ulamolarning so'zini keltirib, mana shu haqida bir jami bir kitobni dars qilmoqchimiz.